Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 16-sentyabr 2023-yil. Aygardan paxtachi filalini navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvini o'tkazamiz. Bu uchrashuvimizda maqsad tadbirkorlar uchrashgan holda muammolarni hal etib, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish. Hozir navbatimdan bitta savol berasizlar, masalalarni bitta ko'rib chiqamiz. Avval hozir bitta verildi. İşlerinde ortacıyla esnaflar loyihasi bo'yicha yo'nalishini nimachilikka olmoqchisiz? Chorvachilikka. Hujjatlaringizni topshiring. Bo'lib ko'rib chiqarib, operator javobiga qarab sekretariat. Chorvachilikni ish ko'rdi. 100 million so'm. 312 bo'yicha. Hujjatlarni taqdim qiling. Operatorga ko'rib chiqamiz. Sizga bajarib aytamiz. Keyingisi kim? Men Ruziyev Malohat. Ruziyev Malohat ko'p. Farovon Yo'ldoshovod mahallasida kredit olmoqchiman 20 million. Nimachilikka olmoqchi? Chorvachilik. 20 million so'm chorvachilik. Kerakli hujjatlarni taqdim qiling, o'rganib chiqib, Android platformasiga asosan sizga javob beramiz. Keyingisi kim? Yana bormi? Assalomu alaykum. Bog'ona mahallasi Iskandar bo'laman. Iskandarov, ha? Iskandarov kim? Inomjon. Inomjon, ha? 50 million kredit chiqarmoqchimiz. Asosiy masala nima bo'lyapti-da? Kafil muammo bo'lyapti-da. Shu boshqa yo'llar bormi, yo'qmi? Mahalla loyihasi bo'yicha 50 million so'mgacha kredit ajratamiz. Faqat kafillik asosida bunga sug'urta bilan kredit ajratish ruxsat berilmaydi. Boshqa bunday garov yuvasiga, mana shu narsaga yo'qmi? Garov qo'yishingiz mumkin. Nimalar mumkin garov? Uch mas'ul. Yana kimda bor? Bo'ldi, boshqa murojaatimiz yo'qmi? Hozir murojaat qilganda hamma hujjatlarni taqdim qilsin, o'rganib chiqib, Android xulosasi bilan kredit ajratilish haqida xulosa beramiz. Bahorov foydalanan Andijon mahallasida chorvachilik yo'nalishiga 100 million kredit olmoqchi. Bahorov 100 million so'm olmoqchi bor. Uyda sharoit bormi? Mol boqish. Hujjatlarni taqdim qiling, o'rganib chiqib, Android xulosasi bo'yicha javob beramiz.